Diqqat tezkor xabar. Rossiyada bo'lish muddatini uzaytirish uchun nima qilish kerak? Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Avval xabar berilganidek 1 yanvardan boshlab vizasiz rejimda mamlakatga kiruvchi xorijliklar Rossiya hududida umumiy hisobda 3 oydan ortiq qololmaydi. Bu muddat tugagandan keyin mamlakatga faqat kelgusi kalendar yilidan qaytib kirish mumkin bo'ladi. Bugungi qonunchilikdagi o'zgarishlar kimlarga taalluqli emas? Yangi qoidalar yashash uchun ruxsatnoma, patent qochqinlik ruxsatnomasi, mehnat yoki vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan va shu jumladan ta'lim olish maqsadida Rossiyada bo'lib turgan xorijliklarga taalluqli emas. Shuningdek, Belarus va Janubiy Osetiya fuqarolari ham mamlakat hududida 90 kundan ortiq qolishlari mumkin. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi xorijiy fuqarolarning quyidagi toifalar uchun vaqtinchalik bo'lish muddatini uzaytirish asoslarini nazarda tutadi. Chet elda yashovchi vatandoshlarni Rossiya Federatsiyasiga ixtiyoriy ko'chib o'tishga ko'mak berishda davlat dasturida ishtirokchi bo'lganlar va ularning oila a'zolari, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari fuqarolari va ularning oila a'zolari, Rossiya ish beruvchisi bilan mehnat yoki fuqarolik huquqiy shartnoma tuzganlar, Rossiya Federatsiyasi fuqarosi yoki Rossiyada doimiy yashovchi xorijiy fuqaroning oila a'zolari, talabalar va ularning oila a'zolari, patent asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan ota-onaning voyaga yetmagan farzandlari. Rossiyada bo'lish muddatini uzaytirish uchun Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlariga yozma ariza bilan murojaat qilish lozim. O'rtakashlarning mamlakatdan chiqib qayta kirish bo'yicha maslahatlarga amal qilish tavsiya etilmaydi, chunki bu Rossiya hududida bo'lish ruxsatini uzaytirishga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Agar siz Rossiyada bo'lish muddatini buzgan bo'lsangiz, huquqiy maqomingizni tartibga solish uchun zudlik bilan Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz lozim. Shunday holatda 30 aprelga qadar chiqarib yuborish yoki kirishni yopish chegaralarini qo'llanilmaydi.